Mana dada. Assalomu alaykum bog'bon akalar. Boshidan olyapman. Mana shu qishki chilla suvdan keyin suv qo'yilmagan yer haydatildi. Terlash. Maqsad meva pishgungacha terlayapti. suv qiyinchiligidan o'tib olish. Super shaftoli. Bultur sinovdan o'tkazgan edik. Natija berdi, xudo xolasa. Shaftolimiz sug'organ joyimizdagi shaftolidan iriqroq bo'ldi. Buni bari go'nga ozuqali sho'r-po'rlarni solib salafan bilan bekitib tashladik. Endi shu yerda nami o'ziga chiqib, qaytib kondensat bo'lib o'ziga oqib, mana shu bilan mevani pishgungacha buni sug'ormaymiz. Bizga juda bir qulaylik berdi. Suv qo'yish degan muammodan qutuldik. Suvlar ko'payib ketgungacha o'zi shaftolilarimiz pishib yetilib, o'zi sotib bo'linadi. Ana keyin oqova suv bilan sug'oraveramiz. Hozir mana shu variant bizga juda ma'qul keldi. O'shaning uchun ham baquvvat. Hamma joyda suv muammosi bor. Bog'bon akalarga ulashim keldi. Mana ko'ringlar. Mana sug'orilmaydi. Sug'orilgan yerdan ham kuchli nam bo'ladi buni tayda. O'g'itini, go'ngini solib haydatib tashalgan yer. Haydab tashlangan. Faqat shaftoli tepasiga hali o'sha agrotexnika dorilar sepilaveradi. Ikkala qatorda ham mana ikki qatorini qildik. Beldan keyin qolgan joylarini ham qilib yuboramiz. Yig'ingacha bo'ldi. Salaf ham bor yana. Javob ortib qoldi.